Obunachilar, nima uchun sizlarga Minecraftda nimaga zajgalka va Nether blogi yaratilgan? Shu haqida javob topamiz. Va gazlar nima uchun yig'laydi? Ular oldin haqiqiy dunyoda bo'lishgan va Netherdan portal orqali Netherga o'tib qolishgan. Shuning uchun ham ular yig'lashadi. Agar uni o'ldirsangiz sizga mana bunaqa matoq tushadi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Gazning ko'z yoshi. Mana sizlarga ko'rsataman. Mana shunaqa gazning ko'z yoshi tushadi. Agar siz yolmog'iz qanaqa qilib gaz bilan gazni ko'z yoshidan damlamalar ham qilib oladi. Unda nimaga bo'lmasam u gazning ko'z yoshi u ham damlama qila oladi. Hozir shu narsaga biz javob topamiz. Like va obuna bo'lib qo'ying, chunki bu o'zimning kanalimga emas, ukamning kanaliga. Va obunachilar, mana siz bilasizki, endi gazlar nimaga yig'lashini bilib oldingiz. Endi nimaga ko'z yoshi yolmog'iz nimaga ko'z yosh, balkim yolmog'iz o'zining ko'z yoshidan bir damlama qilar. Hozir shu narsaga javob topamiz. Yolmog'iz 2014-yilda yaratilgan va uning basharasida burnida qanaqadir tikanak bor va unga shunchaki bu kichkina jitel edi, lekin buning ota-onasi zombiga aylanib va bunga chaqmoq urdi va u dadasi ular oyisining tepasiga mana shunaqa shlapasini qilib va mana shunaqa bo'lgan va bu yolmog'iz yovuzlashib ketib hammaning yomonlashini hammani biladi. Bu Minecraft davomidagi eng qo'rqinchli mob. Buni agar ursangiz men ko'rsatib beraman. Agar uni ursangiz u mana bunaqa damlamichi bo'ladi. Jonni to'ldiradigan damlama. Mana chepman. Bu jonni to'ldiradi. Agar sizlarga ham shunaqa biladigan narsalar kerak bo'lsa, men yaqinda Telegram mod kanal ochaman. O'shanda arzon, o'shani men oddiygina 10 mingga sotaman. Anchagina arzonroq. Sizlarga men 50 ming, 100 ming qilib bermayman. Chunki bu eng qimmat pullardan biri. Shunga endi yolmog'izlar gapini unutamiz. Endi olov nimaga yaratilgan, zajgalka nimaga yaratilganligini hozir endi sizlar bilan endi bilib olamiz. Minecraftda nimaga olov yaratilgan va Nether bloklari yaratilgan. Axir Nether Minecraftda 800 kun orqaga qaytsak, bu 800 kun oldinga chiqarilgan yo'q. Bu hamma qarigan paytda chiqarilgan Nether va nimaga Minecraftda isinish uchun olov yaratilgan, nimaga u isinmaydi? Hozir sizlarga shuni javob topamiz. O'zi Nether eng xavfli biyomlardan biri. Agar siz hardcore'da o'ynasangiz, bu eng xavfli degani. Demak, endi esa bu eng qiyini. Shuning uchun endga oltin olmani o'qitilgan oltin olma yasab boring yoki kreativni olib boring. Shuning uchun olovga o'zingizni oddiy tashlab yubormang. Hozirgina sizga buni ko'rsataman. Chiqamiz. To'xtanglar, birinchi aktiv. To'xtalgan oltin olmoqlamiz. Endi survivalga o'tamiz, obunachilar. Mana agar men Nether blogini mana shunday qilib qo'ysam, agar buni yondirsam, men yonaman.
agar men o'qitilgan oltin olmaysam, menda ko'rabsizki 3-qatorida katta ko'zli o'shanaqa bor. O'g'loga qarshilik deyiladi. Unda siz hech qachon o'lmaysiz. Hozirgina sizga ko'rsataman. Bitta dona sut olamiz. Endi mana obunachilar, ko'ryapsizki, men hozir buni sutni ichsam, hamma effektlarini yo'qoladi. Yana yonishni boshlayman. Agar yana o'qishni olmay yeysam, men yonishdan to'xtayman va men g'ololi odam bo'laman. Shuning uchun agar shunaqa yana ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyaga yozing. Men albatta fikrlaringizni o'qiyman va YouTubedan bunaqa narsalarni ko'rib, albatta sizlarga mana shunaqa intervyular yana deyman. Keyingi videolarda ko'rishguncha ma'lumotlar yanagina oldinda. Bizni hali katta sarguzashtlar kutmoqda.